بسم الله الرحمن الرحيم. Azizlar, ma'lumingizki, o'zbek zabon musulmonlar dunyo bo'ylab millionlab kishilarni o'z ichiga oladi. Ammo sobiq sovet tuzumining yillar davomida dindor qatlamni qatag'on qilish, olimlarni qamash va o'ldirish, oddiy xalqni dinsizlashtirish siyosati hamda mustaqillikdan keyin ham bu holatning ko'p jihatdan o'zgarmaganligi natijasida bir paytlar ilm maskani bo'lgan Mavaroun Nahr, Buxoriylar va Termiziylar yurti bilimsizlik dardiga duchor bo'ldi. Dunyoviy sohalardagi bilimsizlik bu xalqni qullikka yetaklasa, diniy masalalardagi bilimsizlik ko'pchilikning ham dunyosini, ham oxiratini vayron qildi. Dunyo 5 kunlik mehmonxona, ammo abadiy manzilimiz oxiratning vayron bo'lishi butun millat uchun qayta tiklab bo'lmaydigan yo'qotishdir. Bu xalqning ibodat, ilm, tijorat va oilaviy hayotga doir savollari juda ko'p. Afsuski, ularga aniq va to'g'ri javob bera oladigan malakali ulamolarni topish oson emas. Shubhasiz, millatimiz orasida xalqiga, millatiga va diniga chin dildan xizmat qilayotgan haqiqiy rabboniy olimlar bor. Ammo ularning soni millionlab ilmga chanqoq musulmonlarning ehtiyojini to'liq qondirishga yetmaydi. Xalqimizning ilmga bo'lgan keng ehtiyojini qondirishga va savollarga javob berishga quyidagi omillar to'sqinlik qilmoqda. Jamiyatda haqiqiy rabboniy olimlarning juda kamligi, ba'zi olimlarning fatvo masalasida Allohning huzuridagi mas'uliyatdan qo'rqishlari, din peshvolari hokimiyat va jamiyat tomonidan bosimlarga uchrashi, savol-javoblar uchun qulay platformalarning yo'qligi va hokazo. Ushbu muammolar natijasida millionlagan xalqning bir toifasi shariat qoidalarini bilmay harakat qilib, ko'plab achinarli xatolarga yo'l qo'yayotgan bo'lsa, boshqa bir toifa bilimsiz kishilarga murojaat qilib, noto'g'ri javoblar va maslahatlar olmoqda. Abdulloh ibn Amr ibn Os roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlaridek, Alloh ilmni bandalardan birdaniga tortib olmaydi, balki uni ulamolarning jonini olish orqali olib qo'yadi. Nihoyat birorta olimni qoldirmagach, odamlar johillarni boshliq qilib olishadi. Keyin odamlar ulardan so'raydi, ular esa ilmsiz ravishda fatvo berishadi. Natijada o'zlari adashadilar va boshqalarni ham adashtiradilar. Sahih Buxoriy 100-hadis. Ko'pchiligimiz deyarli har kuni bu hadisning amaliy misollariga guvoh bo'lyapmiz. Bugun ilmsiz kishilarni o'ziga boshliq qilib olish shu qadar avjiga chiqdiki, haqiqiy soha vakillari qolib, johillarning, soxta psixologlar va motivatorlarning oshig'i olchi bo'lmoqda. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun bir guruh ulamolar boshchiligida islamqa.info sahifasidagi savol-javoblarni o'zbek tilida taqdim etishga qaror qildik. 1998-yilda asos solingan ushbu sahifa bugungi kunga qadar dunyo bo'ylab 17 xil tilda shar'iy hukmlarni ulashib kelmoqda. Arab tilidan ingliz, fors, yapon, xitoy, uyg'ur, fransuz, ispan, indonez, nemis, portugal, hind, urdu, rus, turk, bengal va hatto tojik tillariga tarjima qilingan fatvolardan ushbu tillarda so'zlashuvchi kishilar yillar davomida keng ko'lamda foydalanib kelmoqdalar. Afsuski, o'zbek zabon ummat hanuzgacha bu imkoniyatdan bebahra qolmoqda. Bu sahifa savollarga dalillar asosida batafsil javob berishi bilan boshqa sahifalardan ajralib turadi. Shuningdek, u faqat arablar orasida keng tarqalgan Hanbali yoki Shofiy mazhablarinigina emas, balki Hanafiy, Maliki mazhabi hamda yangi zamonaviy masalalarda bo'lgani kabi bugungi kundagi ummat tan olgan olimlarning turli qarashlarini ham qamrab oladi. Uning yana bir o'ziga xos jihati, javoblari faqat arab diyorlari sharoitiga emas, balki dunyoning turli mintaqalariga mos keladi. Maqsadimiz so'nggi 27 yil mobaynida yuborilgan 500 mingdan ortiq savoldan eng dolzarb 33 ming savolni tanlab, ularning javoblarini o'zbek tilida taqdim etish.
Ushbu masalalar inson hayotining turli jabhalarini qamrab oladi. Aqida, e'tiqod va tavhid asoslari, ibodat, namoz, ro'za, zakot, haj va umraga oid masalalar, oilaviy munosabatlar, nikoh, taloq, farzand tarbiyasi, er-xotin, qaynota-qaynona o'rtasidagi munosabatlar, ayollarga xos masalalar, ayollarimizning jamiyatdagi o'rni, turmush, mehnat faoliyati, kiyinish va zinatlanish qoidalari, biznes va moliya, savdo, ribo, investitsiya, kriptovalyuta, trading va boshqa zamonaviy mavzular, tibbiyot sohasi, dori-darmon, tibbiy muolajalar va salomatlikka oid boshqa masalalar, zamonaviy yo'nalishlar, texnologiya, bioetika, internet, ijtimoiy tarmoqlar va boshqa dolzarb savollarga javoblar. Foydalanuvchilarga qulaylik yaratish maqsadida fatvolar quyidagi formatlarda taqdim etiladi. Rasmiy fatvolar.com web sahifasida kiril va lotin alifbosida, Telegramda fatvolar va fatvolar.uz kanallari orqali audio formatda, YouTube va Facebook orqali matn va video ko'rinishda berib boriladi. Shuningdek, foydalanuvchilar diniy bilimlarni uzluksiz boyitib borishlari uchun savol-javoblar turli mavzularga ajratilib, yangi postlar orqali kunlik qo'yib boriladi. Xulosa qilib aytganda, bu loyiha ulkan yo'lning ilk qadami, xayrli rejalarimizning boshlanishidir. Alloh taolodan tavfiq va madad so'ragan holda bu loyiha ummatimiz va millatimiz manfaatini ko'zlagan holda yanada takomillashtirib boriladi. Buxoriy va Termiziylar avlodi, ajdodlarning ilmiy merosiga eng haqli kishilardir. Bu ummat din va ilm bilan aziz bo'lgan. Kim dunyo va oxiratda izzat va baxt saodat istasa, din yo'lida va ilm yo'lida mustahkam tursin. Alloh taolodan bizga ato etilgan ilmlarni foydali qilishini, foydali bilimlarni o'rgatishini hamda ilmimizni ziyoda qilib, amalda tatbiq etishga muvaffaq aylashni so'raymiz. Yangiliklardan xabardor bo'lish uchun kanallarimizga hoziroq obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing.